Katta yerni arzon narxlarda olmoqchi bo'lsangiz, shu videoni oxirigacha ko'rib olishingiz kerak bo'ladi. Kommentariyaga Bedepress sotiladimi deb yozmang aka. Bedepress sotilmaydi. Butun boshli ferma sotiladi. 1 sotix yer narxi 3980 dollardan. Bu yaqin atroflarda 1 sotix yer narxi 5000, 6000, 7000 dan 10000 gacha sotiladi. Egalariga pul zarur bo'lgani uchun arzon narxlarda berib o'tdilar. Anchadan beri o'zlari chet elda yurgan ekanlar. Bu yerdan foydalanmayotgan ekanlar. Endi pul zarur ekan, bu joy bir sotmoqchiman deganlar uchun bizga murojaat qildilar. Biz aka primoy sizlarga ko'rsatamiz. 100 ta 150 ta mol ot boqsangiz bo'ladigan sharoitlari bor. Bemalol broller, tovuq boqsangiz bo'ladi. Bu joyni olib ferma qilishingiz shart emas. Hujjatlari uchastka uchun berilgan. Bemalol kottejniy garadoklarni qurib olsangiz bo'ladi. Yerimizning yonidan kattagina suv oqib o'tgan ekan. Sharoitlari keladigan bo'lsa, gaz, suv, svet, kommunikatsiyalar bor. To'g'ri burcha yer, toza havoda joylashgan. Qibray tumani Mayskida joylashgan shu yerimizni egalaridan xarid qilsanglar bo'ladi. Har doimgidek uy, joy, zavod, fermalarni o'tkazib o'rmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishingizdan chiqmasin.